Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib borayotgan kanalimiz ishqibozlari. Men o'sha yosh hikoyanavis faylasuf. Bugungi hikoyamiz bir sovg'aning qiymati haqida deb hikoya nomlanadi. Oldin hikoyani eshitgan uchun obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Hikoyamiz sizga yoqadigan umiddaman. Bir yosh yigit bo'lgan ekan. Maktabda o'qib yurgan paytlari o'zining mahallasidagi bir qizni yaxshi ko'rib qolibdi. U qiz juda chiroyli, ko'rinishidan aqlli, bolaga juda yoqibdi. Bola shu paytgacha kimnidir yaxshi ko'rmagan ekan. Vaqtlar o'tib, u qizga gapirishga jur'at qildi. U o'qiydigan xonaga bordi va qizga yuragidagi bor dardni aytdi. Ya'ni qizni yaxshi ko'rishini aytibdi. Ammo qiz indamadi. Faqat kulib qo'yibdi va indamadi. Bola o'zida yo'q xursand, ya'ni yo'q degan javobni olmadi. Indamabdi. Bolani maktabda o'ziga yarasha mavqei bo'lib, o'rtoqlar orasida ham yaxshi mavqega ega ekan. Bola ota-onasini hurmat qilar, e'zozlar ekan. Ammo shu paytgacha onasiga hatto bitta gul ham olib bormagan ekan. Vaqtlar o'tibdi, bayramlar ham yaqinlashibdi. Bir kuni maktabda yurgan paytlari bayramga hamma o'zi yaxshi ko'rgan sevgililariga, muhabbatiga, yaxshi ko'rgan qizlariga podarka, sovg'a sahifasi biron nima olyapti. Bola ham nima qilishini bilmadi. Qarasa, mablag' yetarli emas. O'zining eng yaxshi ko'rgan, ya'ni o'zini yaqin tutgan o'zining ammasining oldiga boribdi-da, ammasidan pul so'radi. Nimagaligini so'raganda javob bermadi. Berib qoling, keyin qaytaraman sizga. Ishlab, yig'ib. Ammasi ham bolani yaxshi ko'rgan ekan, jiyani bo'lgani uchun, yaxshi ko'rgan jiyani bo'lgani uchun bolaga beribdi pul. Bola puldan olibdi va do'konga bordi, ya'ni sovg'alar do'koniga bordi. Sovg'alar do'konidan aksessuarlarning eng ajoyibini olibdi. Eng ajoyibini. Buni hatto ko'pchilik olishga qurbi yetmasgan, lekin uni olibdi. Va sovg'ani olib borib qizning uyiga bordi va eshikni taqillatdi. Maktabda bersa bo'lardi, ammo maktabda hamma bor. Uni uyaldi. Qizni shu holda ham qizni o'ylab, uni uyatga qo'ymaslik uchun alohida boribdi uyiga. Taqillatdi. Qizning uyida hech kim yo'qligini bola bilar ekan. Taqillatibdi. Qiz chiqibdi. Salom berdi. Va alaykum assalom deb bo'laman. Mana senga bayraming bilan tabriklayman. Bugun shunaqa kun ekan, senga olib keldim shu sovg'ani. Olib qolsang xursand bo'lardim dedi. Qiz bunaqa javob berishini bola hatto tushiga ham keltirmagan ekan. Bolaning yuziga qarabdi. Mensimagan tarzda. Shu ham sovg'a bo'ldimi? Men bundan yuqoriroq, bundan yaxshiga loyiqman. Boshqa meni qaytib bezovta qilmang. Sizda meni ko'nglim yo'q deb eshikni yopib qo'ydi. Bola nima qilishini bilmabdi. O'ylanibdi. Yuragidan siqilibdi. Sovg'ani olib borib uyning ichidagi shkafga soldi. U kuni onasi keldi. Onasi ishdan charchab kelganini ko'rgan bola indamadi. Kechroq bo'libdi. Uyda hech kim qolmadi. Onasi yolg'iz o'tirganda bolaning xayoliga bitta fikr keldi. Shu sovg'ani onamga bersam, nima bo'ladi? Onam ham ayol-ku. Sovg'ani olib borib onasiga berdi. Onasi juda ham xursand bo'ldi. Bolasini quchoqlab yig'ladi. Bolam shu joyda onasi shunday dedi. Bolam, menga shuni sovg'a qilding. Senga Xudoyim bundan 1000 barobar yaxshi narsalarni sovg'a qilsin, umring uzoq bo'lsin, rizqing butun bo'lsin deb duo qildi. U qanday sovg'a edi desangiz, ya'ni Ka'baning maketi sovg'asi bo'lgan. Kichkina ko'rinishi bo'lgan. Onasi uni yuqoriga shkaf chegasiga qo'yib, nasib qilsa birga boramiz deb qo'yib qo'yishdi. Yillar o'tdi oradan. U qiz bolaga yoqmay qolibdi, chunki u qizni keyin uni bilsa, u juda ham injiq qiz. Uyida ota-onasiga gap qaytaradigan. Hatto bir kuni ota-onasi gap qaytarib turib, onasini
yuragini og'ritib qo'ygan haqida gaplar eshitdi. Bola bunga parvo qilmadi. Vaqtlar o'tib, u yuqori o'qishlarda o'qibdi. Katta inson bo'lib yetishibdi. O'sha maketni, Kavaning maketini onasiga sovg'a qilganday duosi amalga oshibdi. Bir kuni u onasiga sovg'a tariqasida biletlarni olib berdi va onasi bilan o'sha joyga ziyoratga ketdi. Bundan nima demoqchiman? Sovg'aning qadr-qimmatini biladigan insonlargagina sovg'ani berish kerak. Ya'ni sovg'ani qanchaligida emas, uni kim tomonidan berilayotgani va kimga berilayotgani, nima maqsadda berilayotganini bilganingizdagina uning qadriga yetasiz va uning qancha qiymatli ekanligini bilasiz. Onasi buni bilgani uchun ham bolasidan juda xursand bo'lgan. Qiz esa uni yuzaki narsa deb baholagan. Shunday ekan, ko'proq onalariga sovg'a qilib turish kerak degan fikrdaman. Rahmat hammaga. Bundanda yaxshi hikoyalar aytib turishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Onalaringizni xafa qilmanglar, umuman xafa qilmanglar.